Assalomu alaykum. Bu darsimizda chiqimlarni qanday qilib kiritishni ko'rib chiqamiz. Xo'p, misol uchun kompaniyada xodim ishlab turgan vaqtida qandaydir xizmat uchun yoki bo'lmasam qandaydir yumush uchun kompaniya nomidan pul to'lash kerak bo'lib qoladi. Ya'ni bu nima bo'ladi? Ish yuzasidan taksiga chiqishi mumkin yoki bo'lmasam safarga borishi mumkin, safar payti ovqatlanishi mumkin. O'sha holatlarda kompaniya nomiga o'tadigan chiqimlar qanday kiritiladi? O'sha joylarni ko'rib chiqamiz. Buning uchun expenses, ya'ni chiqimlar anaqasiga o'tamiz bizda. Xo'p, chiqimlarga o'tadigan bo'lsak, bizda xuddi shu oyna ochiladi. Oyna ochiladi. Birinchi o'rinda nima qilamiz deydigan bo'lsak, bizda har doim qilgan chiqimimizni cheki yoki isboti bo'lishi kerak. Bu skrinshot bo'lishi mumkin yoki qandaydir rasm yoki qandaydir hujjat va boshqalar. Eng birinchi bo'lib upload qismini bosamiz, bizda chek bo'ladigan bo'lsa va bizda mavjud biror bir hop chekni yuklashimiz mumkin bo'ladi. Hop, bizda cheklar yo'q ekan. Masalan, shuni yuklaylik. Hop, bizda chek yo'q, lekin bizda olindi bu narsa. Hop, endi untitled bo'lib nomi saqlanib bo'lib qoldi. Agarda biz shu joyga haqiqiy chekni yuklaydigan bo'lsak, bizda avtomatik chekda bor raqamlarni bu yerga tushirib beradi. Misol uchun 20 ming so'm chiqim qildik. Nimaga chiqim qildik yozib qo'yamiz. Hop, taxi expense. Bundan tashqari additional note'lar bor, qo'shishimiz mumkin. Misol uchun hop, mijoz bilan ko'rishish uchun taksida borildi, misol uchun. Va to'lov kim tomonidan to'landi? Ya'ni o'sha vaqtda kompaniyani nomidan to'g'ridan-to'g'ri to'landimi yoki ishchi employer to'ladimi? Agarda employer bo'ladigan bo'lsa, bizda bu expense kiritiladi va bizni buxgalter tomonidan tasdiqlangandan keyin bu 20 ming so'm chiqim employerga to'lab berish kerak bo'ladi. Xo'p, kompaniya tomonidan to'landi deylik. Kim validator? Ya'ni biz kiritayotgan chiqimni kim manage qilish kerak, kim boshqarish kerak? O'shani bosamiz. Hop. Qachon? 3-marta deylik, misol uchun. Hop, yaratdik, saqlaymiz. Bizda draft holatda yaratildi. Mana 20 ming so'm. Hop, endi buni submit qilamiz. Submit qilganimizdan keyin menejerga yuboriladi va shu bilan chiqimlarni kiritish xuddi shunday holatda ketadi va menejer keyinchalik buni approve qiladi. Va darsimiz shundan iborat edi. Rahmat.